Dasturimiz davom etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 16 sentyabr kuni Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Jarayonlarni bevosita kuzatayotgan hamkasbimiz Jahongir Olimov tafsilotlar haqida xabar qiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji va aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida bugun 16 sentyabr kuni Namangan viloyatiga keldi. Hududdagi bunyodkorlik sur'ati shahar darvozasi aeroportdanoq ko'zga tashlanadi. Bu yerda $140 million investitsiya hisobiga yangi terminallar barpo etilmoqda. Davlatimiz rahbarining viloyatga o'tgan yilgi tashrifi chog'ida ushbu loyiha taqdimot qilingan edi. Bugungi kunda qurilish ishlari jadal. Hozirgi aeroport turistlar oqimiga kichiklik qilyapti. 3 qavatli qilib qurilayotgan yangi terminalda yo'lovchi tashish quvvati 2,5 karra oshadi. Chegara nazorati va viza bo'limlari, biznes zali, savdo va ovqatlanish shoxobchalari, tibbiyot xonasi, duty free do'konlari zamonaviy tashkil etiladi. Shuningdek, aeroportda ulkan yuk terminali qurilmoqda. U kuniga 50 tonna yuk tashish va 90 ta mamlakatga eksport qilish imkonini beradi. Eng muhimi, bu orqali vodiyda yagona kargo tizimi yaratiladi. Hududning biznes, eksport va tranzit salohiyati oshadi. Davlatimiz rahbari aeroport atrofidagi infratuzilmani unga mutanosib rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Dunyoning ilg'or tajribasidagi kabi aeroport atrofida mehmonxonalar, savdo va ko'ngilochar majmualari, barcha zamonaviy xizmatlar bo'lishi zarurligi ta'kidlandi. Avtoturargoh va servis obyektlari tashkil etib, mehmonlar uchun qulayliklarni kengaytirish vazifasi qo'yildi. Prezidentimizning Namangan viloyatiga tashrifi davom etmoqda.